Soliq va bojxona organlari o'rtasida yaqin va samarali hamkorlik, davlat moliyaviy barqarorligini ta'minlash, iqtisodiy jarayonlarning shaffofligini kuchaytirish hamda halollik, tadbirkorlik muhitini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Birgalikdagi hamkorligimizni xodimlarimiz bir yoqadan bosh chiqarib, topshiriqlarni ijrosini sifatli bajarishga va albatta davlatning iqtisodiy o'sishiga qaysidir ma'noda ko'mak bo'lishiga umid qilyapmiz va o'ylaymanki, bu hamkorlik albatta o'zini natijasini beradi. Soliq qo'mitasi va bojxona qo'mitasi o'rtasida yashin iqtisodiyotini qisqartirish borasida tadbir o'tkazildi. Mazkur tadbirda soliq qo'mitasi va bojxona qo'mitasi o'rtasida ikkita tizimni, axborot tizimlarini o'zaro integratsiya qilish orqali ma'lumotlarni o'zaro almashishda hamkorlik qilish yo'lga qo'yildi. Tadbir yakunida ikkita qo'mita rahbariyati tomonidan o'zaro hamkorlikni chuqurlashtirish va integratsiya jarayonlarini yanada yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi tasdiqlandi.